Hammaga assalomu alaykum. Bugun zo'r bo'ladi. Mana qaranglar, nima? Meni qo'limga kelib tushdi. Ana shunday qilib o'tardilar. Bir yashik 3000 so'mdan sotib olingan, lekin aslida kerak bo'lsa 50 dollar ham hozirgi internetda, sahifalarda, reklamalarda chiqayotgan vaflilar yetib keldi. Ichidan pullar chiqayotgan. Qaranglar, boy ketamiz. Endi tamom blogerlik yig'ishtiramiz. Ana shulardan sotib olamiz. Ochganimiz ochgan. Vaflisini ham tam yomon emas deyapti. Buni lekin mana iftordan keyin ochamiz. Bu qanaqadir nima deydilar buni? Qumor yoki unga bahs solishtirmaylar, bu kasb emas, prosta endi qiziq bo'lgani uchun sizlarga kontent va isbotlab beramiz xalqqa. Qani shu vaflilar ichidan qancha pul chiqadi va biz ham uni tezlashtirilgan holatda sizlarga qo'yib beramiz. Qancha pul chiqishini ko'rib olasizlar. Chunki bu 165 ming so'mlik sotib olindi va mana bizda boshqa blogerlar ham bor, kutib turishibdi. Qani nima chiqar ekan deb biz esa bu yoqda mana shtativlarni ham sozlab oldik. Bularni birin-ketin ochamiz va bizda eng asosiysi bu reklama emas, haqiqiy betini ochib tashlaymiz. Betini, mana shu vaflini betini ochib tashlaymiz. Sizlar va farzandlaringiz aldanib qolmaysizlar. Shuning uchun do'stlar, albatta kuzatinglar, oxirigacha tomosha qilinglar. Unda boshladik. Tayyormisizlar? Bitta like, bizdan esa xarajat. Imron, tayyormisan ochishga? Tayyorman. Buning ichidan senga nima kerak? Eng zo'r sovg'a, kutayotgan sovg'ang. Mangami? Menga endi 2000 5000 pul bersa bo'ldi. Gap yo'q, ana shu knopka almashtirasan vaflini yo'qmi? Yo'q. Voy, gap bo'lishim qilsam, bilasan, sen belikim bloger ekaning. Xullas, mana shu yigitcha 2000 so'ragan, haqiqatan ham bunga faqat 2000 talik chiqdi. Bilikanda, endi barcha sinfdoshlar orasida mashhur bo'lgan bu narsa. Xullas, jami bo'lib necha pul? 20 ming so'mmi? Jami bo'lib 20 ming atrofida. Demak, bizga 145 mingga tushdi bu. 145 mingga 1 kilo ham emasda bu vafli. Ha? Chiqsa kerak. 1 kilo chiqmaydi. Yo'q, chiqadi. Chiqadi. Lekin chiroyli biznes. Ha, lekin gap yo'q. Biznes egalariga hech qanday qarshiligimiz yo'q. Endi qiziqtirish uchun tayyorlashgan. Mayli, gap bo'lishi mumkin emas. Vafli yemek-yo'llar ham bugunga kelib vafli yeyapti do'stlar. Mana. Lekin isbotlarni internetda juda ko'p joyda 50 dollar, 100 dollar, 50 ming so'm, 20 ming so'm, 100 ming so'mlar blogerlarga berilgan reklamalarni endi bilmaymiz. Balki omaddir, buni inkor etib bo'lmaydi. Bizga shunaqa chiqdi, bizning omadimiz shunaqa ekan. Xullas do'stlar, hammalaringizga rahmat e'tibor uchun. Keyingi videolarda uchrashguncha eksperimentimiz shu yerda yakuniga yetdi.